LG kir mashinalarimiz bilan Samsung kir mashinamizning farqi, LG kir mashinamiz DD motor bo'ladi, ya'ni sepli bo'ladi. Bular remenli bo'ladi. Endi masalan, ko'pchilik masalan ikkovi ham taniqli brend, ikkovi ham Koreya brendi, Xitoyda sborka bo'lyapti hozir hammasi. Hozir bu kir mashinamiz Ziflerdiki ham, Immer Rulistiki ham, Premierdiki ham, Hisensediki ham, LG, Samsung ham hatto Xitoyda sborka bo'lyapti. Endi bu DD motorni ustunlik tarafini aytadigan bo'lsak, Six Motion orqali yuvadi, 6 xil usulda yuvib beradi. Keyin masalan bunda masalan siqayotganda 1200 gradusga qo'yganingizda ham unaqa chayqalish u darajada sezilmaydi, chunki sept hisobiga bunda remenni hisobiga sal-pal bilinishi mumkin Samsungda, lekin Samsung ham zo'r yuvadi. Biz o'zimiz ham uyda Samsung ishlatamiz, zo'r ishlashi. Ikkovini ham masalan plus minus taraflari ham bor. Masalan, agar bunda motor o'ladigan bo'lsa, motorni o'zini almashtirsa bo'ladi. Remen masalan uzilib ketishi mumkin, nagruska paytida, boshqaligi nimalar bo'lganda, zamnikaniya bo'lganda shu paytda motorni o'zi kuyishi mumkin. Motorni o'zini almashtirib, bunda barabar bilan qo'shib almashadi. Shu hisobi ham bor, shu hisobi ham bor. Remonti ham, lekin atak hamma tanishlarimizda eng kamida 6 yil, 7 yil, 8 yil, 10 yil, 12 yildan beri ishlatayotganlari ham bor. Mana men o'zim borib ko'rganman, lishning mashinalari chirib ketsa ham 10 yildan beri ishlatyapman, lekin zo'r chiqqan degan Samsung ham, LG ham xuddi shunaqa.